Nasıldımay tez man, o dört hayvan. Men bilen kırışıp ölgün geldi mi? Tez bole. Oy. Yapkanın itibarını teke. Türe ormandı ne? Türe, dört hayvan. Türe, değmen. Nem kolay değilsen, ha? Dört hayvan seni kandak cezalaymenken. To'xta! 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 Bir, iki, ha? Yo'sinib bo'ldinglarmi? Endi men sizlarni topaman. Qaranglar, o yerda birinib turadi. Bu Bayxo'jamning iti-ku. Ha? Tulpor, bu yerga qanday qo'yib kelib qolding? Cho'qim, bay uni urgan gap. Nima? Dadam hargiz uni urmaydi. Urdi. Urmaydi. Urdi. Dadimda qamchi izi bor ekan, oboyni urgan gap. Qo'rqma Tulpor. Men senga chiqilmayman. Biz degan yaxshi do'stdirsak. Yana bir cho'tkani be. Ha. Tag'ay, sening usti beshing pokiz jim tur. Nasr aka sizga yordam kerakmi? Albatta kerak. Menga yordam qilib, buni yiroqqa olib yuringlar. Aslında bayılken sende. Dört at, sen üstüne yerim kim oldu? Yardım edersen. Dada, nim qilmoqchisiz? Men bu atni shuncha yil boqsam, endi o'g'anda men bilan qirishiyotdi. Men uni rosa bir adablab qo'ymasam hisob emas. Ha, unda qilmaslar, Bayxo'jam. Tulpor silidimi aqlli? Nima Nasriddin, sen meni haqoratlayapsan. Mendan kechirim so'rab 10 tilla to'la. Nima ish qilsilading kechirim so'rag'iday? Tulpor rasli sildida aqlli tursa. Gap shimga tegding-ku. Sen Tulporni mendan aqlli degandan keyin uning kitob o'qitib baqa. Agar o'qitamsan, menga yillik javob ishlaysan. Men o'ylab baqay-a. Ha, topdim. Nasriddin, men sening o'yiningni ko'rganimda har vaqt tayyor. O'g'lim, qaytamiz. Nasrdan, nima deb bayram ma'qul bo'lasan? Bu ot qanday kitob o'qiy olasiz? Cho'qim amal tepiladi. Tabaq pishdi. Kelinglar, bugun bir musobaqa o'tkazaylik. Kim bo'lsa mukofotga erisha oladi. Başladı. Kelinglar. Agar tezlik tepib olsanglar, men sizlarga yana 3 ton sabzi qo'shib beraman. Qanday?
자, 하이. 하이. Tulpar, yaxshi qilding. Yana davomliq. Boshlaylik. Yurttaşlar, Nasriddin Tulparni kitob o'qiza olayman degan. Agar unda qilamasa, bundan keyin Nasriddin aldamchi Nasriddin bo'ladi. Nasriddin qila oladimi? Bularga bir nima demakda? Bugun uning va'dasini o'rindaydigan vaqti to'shdi. Nasriddin Tulpar kitob o'qiy oladigan bo'lganda, Albatta, Bayg'ujam. Bu bak aqlli otgan. Tulpar, kela. Qaranglar, kitob o'qiyotdi. Rostini kitob o'qiyotdi, ha? u degi astoydil o'qiyotdi. Qaranglar. Bu Dada, ot kitob o'qiyotdi-ku. Kitob o'qiyotdi, qara dada. joyini minavay. Uning nimada otqanligini bilgili bo'lmasa, kitob o'qidi degili bo'lamdi. Ha, Tulpar ot tilida o'qiyotdi. Agar sizlar tushansizlar, undaqda sizlarni ot bo'lib qolmamdilar. Bu Bayg'ujam, qarsizlar, sizlarning otlari kitob o'qiyotdi. Bundan keyin uni urmasizlar, juma? albatta urmayman. U degan mening aqlli etim tursa. Bara, Bayg'ujam sana cho'qim yaxshi muomala qiladi. Hey! Oy! Hammalar kelibsizlar-ku. Bugun biror yaxshi o'yin bormi nima? Nasriddin, biz sendan qanday qilsa hayvonni kitob o'qiy oladigan qilish to'g'risida ta'lim olib keldik. Amaliyotda bu shundoq oson. Men har qatim otga o't berganda kitobning orsiga o't chip tiqib qo'yman. Ot qo'rsqim to'ysgan desa, cho'qim og'zi bilan kitobni varaqlaydi. Nasriddin aka, nimishqa bunday qilasiz? Tulpar nimishqa ovoz chiqardi? Senmi qo'rsqing ochganda yeydigan narsa topamsanmi, o'xshashda baqiraysan-ku. Bugun men Tulparni oldiga qo'yib qo'ygan kitobning orsida o't yo'q. Tulpar qo'rsqi ichib ketib yeydigan narsa topolmay, shunga bir yandan izlab, bir yandan vaqirdi. Nasriddin, sen bak aqlli kelsan. Men sendan o'g'inaman. Aqlli bo'lganda jiqroq yaxshi ish qil.